Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz ayni damda Urgut tumani katta Beshkapa qishlog'idamiz. Hozir ushbu qishloqni sizlar uchun obzor qilamiz. Qani boshladik. Bu mahalla xalq tilida katta Beshkapa deb ataladi va ikki mahallaga, Beshkapa va yuqori Beshkapa mahallalariga bo'linadi. Ikkala mahallada umumiy hisobda 17 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Joy Beshkapa xalqining asosiy mashinalar to'xtash joyi. Beshkapa xalqi tili bilan aytganda Pavorot deb ataladi. Ayni paytda Beshkapa qishlog'ida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. E'tiborli jihati boshqa qishloqlarga nisbatan bu qishloqda hayit ayyomlari sayl darajasida nishonlanadi. Beshkapa qishlog'ini kesib o'tgan Darg'om kanalidan gidroelektrostansiya qurilmoqda. Bu esa nafaqat qishloq uchun, balki butun Urgut uchun katta yangilik. Sizga taqdim etgan gidroelektrostansiyadan 500 metr yuqorida yana bitta GES qurilayotgan ekan. Milodiy 5-asrda qurilgan Darg'om kanali sharqda Fayzobod, g'arbda Beshkapa hamda shimoliy tomonda G'oybota mahallalarining chegarasida ikki tarmoqqa bo'lingan. Beshkapa qishlog'ida joylashgan bu tepalik dastlab 15-20 metr atrofida bo'lgan va yillar davomida pasayib, hozirgi ko'rinishi 5-6 metr atrofida. Bu tepalik Qorovul tepa deb atalgan va undan yov bostirib kelganida olov yoqib, xalqni ogohlantirish uchun foydalanilgan. Bu tepalik faqatgina Beshkapada emas, Uzun qishloq, Kal qishloq, Sanchqul qishloqlarida ham mavjud bo'lib, eng qiziq ma'lumot shundaki, bu tepaliklar bir koordinata chizig'ida joylashgan. Bu tepalik Beshkapa qishlog'idagi ikkinchi katta tepalik bo'lib, tepalikda Navruz sayillari, kurash musobaqalari o'tkaziladi. Beshkapa qishlog'ida katta elektr energiya tarmog'i joylashgan bo'lib, aynan ushbu joydan Urgutdagi 20 dan ortiq mahalla, qishloqlar elektr bilan ta'minlanadi. Butun Urgut xalqini xursand qilayotgan temir yo'l aynan Beshkapa qishlog'ini ham kesib o'tmoqda. Beshkapa qishlog'ida boshqa qishloqlardan farqli ravishda eng ko'p 5 ta maktab joylashgan. Qishloqda 134-maktab, 94-maktab, 152-maktab, 22-maktab hamda Adir qismida Mingbog mahallasida joylashgan 155-maktablar faoliyat yuritadi.